İsmim Zulxumor, Yangi O'zbekiston gazetasi yuzur saytidanman. Har bitta ayol kishi umri davomida tug'ruqxonaga ish tushadi. Tug'ruqxonalarda har bitta ayol uchun muolajalar bepulmi? Misol uchun men bu bo'yicha to'liq ma'lumotga ega emas. Hamma joyda bepulmi. Bu bo'yicha ochiq ma'lumot ham biror bir joyda shu paytgacha o'qimaganman. Bundan tashqari, agar ayol og'ir holatda bo'lsa, konserva qilish jarayonlari pulli. Lekin hozir mutaxassislardan so'raganimda, agar o'zi xohlasa, o'zi talab bilan chiqsagina pulli bo'ladi, u ham to'lov asosida. Lekin agar shifokor konserva qilinsin desa, bu pulli bo'lmaydi degan ma'lumotni berdi. Nimaga bu bo'yicha tug'ruqxona bo'yicha ma'lumotlar hammasi yopiq. Biz hech qanday ma'lumotga ega emasmiz. Javob chorqo. Raddollar bo'yicha biz korrupsiyaga qarshi kurashyapmiz. Qattiq kurashyapmiz. Vijdoniga bog'liq qattiq preventiv usullarni ko'zlayapmiz. Biz qilyapmiz, ochiqlik siyosatini olib boryapmiz raddollar bo'yicha. Endi raddollar bo'yicha masalaga aytaman. Yangi sog'liqni saqlash tizimini islohoti jarayonida odamlarga tibbiyotni yaqinlashtirish bo'yicha masalaga gapirdim Ramazonda. Odamlarga tibbiyotni yaqinlashtirish bo'yicha Toshkent shahrida va bizni uzoq hududlarimizda, ya'ni tumanlarda tug'ruq komplekslari bor. U yerda oddiy tug'ruq bepul tarzda, mana shu tug'ruq kompleksida bepul tarzda o'tkaziladi. Murakkab holat bo'ladigan bo'lsa, viloyat markazida yoki bo'lmasa respublika markazida alohida imtiyozli orden asosiy yo'llanma asosida tug'ruq jarayoni amalga oshiriladi. Ya'ni bolani hayotini saqlab qolish uchun murakkablikni oldindan ko'rib tursin. Endi kesir kesish operatsiyasi hayotiy ko'rsatmalar bo'yicha qilinadi. Endi bitta narsani bilinglar. Hozir murojaat bo'ladi sog'liqni saqlash vaziriga ko'proq. O'zida masalan tayyor tug'ruq kompleksi bor. Fuqarolar o'sha yerda bepul tug'ishi mumkin. Lekin ular boshqa tug'ruq kompleksida, ya'ni respublika darajasida oddiy fiziologik tug'ruqni qilmoqchi bo'lsa, ularga yo'llanma o'zini yashash joyi bo'yicha beriladi. Bu yerda sifatli qilib qabul qilinadi shu tug'ruq jarayoni. Fuqarolarga biza tanlash imkoniyatini beryapmiz. Mana o'zlari ko'plari ommaviy axborot vositalarida Olmazor tumanida yangi tug'ruq kompleksi ochildi. Pullik xohlagan fuqaro pulini to'lab olib berib tursin, xohlagan fuqaro o'zini bepul tug'ruq kompleksida tursin. Ilgari tartib bo'lmagan sababi biz respublika muassasasidan muassis viloyatdagi respublika ona bola salomatligi markazini filiallarini murakkab tug'ruqlarni, murakkab jarayonlar bilan shug'ullanish uchun mo'ljallaganmizlar. Oddiy fiziologik tug'ruq bilan to'ldirib qo'yadigan bo'lsa, murakkab holatga keladigan bemorga bu yerda qarash imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shu tomondan qaraylik. Qolgan masala uni tanlovni o'zida kesir kesish amaliyoti bo'yicha savod ko'p jamiyatda. Bepul lekin vrachlar faqat pul uchun bilmaydi bu narsani. Hayotiy ko'rsatma, onani bolasini hayotini saqlash uchun kesish amaliyoti bo'ladigan bo'lsa O'zbekistonda bepul. Rejali bo'lib, u xohlagan xususiy yoki yuqori darajadagi boshqa hududga borib yo'llanmasiz bo'lsa, pullik amalga oshirish mumkin. Rejali shoshilinch tibbiy yordam istisno tariqasida bizda bepul davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam